Hurmatli o'quvchilar, biz hozir siz bilan tanishib olamiz. Kelishdikmi? Demak, tojimiz bu bilimlar toji hisoblanadi. Qaysi o'quvchini tanlasam, o'sha o'quvchi ismini aytadi va ismiga qo'shib o'zining bitta fazilati, xarakterini aytib berish kerak. Keyin u o'quvchi boshqa o'quvchiga beradi. Kelishdikmi? Demak, boshlaymiz. Birinchi o'quvchimiz Mening ismim Munisa Xushchaqchaq. Munisa Xushchaqchaq. Tanlaymiz bitta o'quvchini. Mening ismim Bekmurod, men tezkorman. Bekmurod tezkor, barakalla. Mening ismim Muxlisa, men mehribon. Muxlisa mehribon. Mening ismim Kamron, men bilimdaman. Aha, barakalla. Mening ismim Sevinch. Aha. Hayotparastman. Sevinch hayotparast. Xo'p, boshqa o'quvchiga. Aha. Mening ismim Abdusattor, ozgina hazilkash. Xo'p, Abdusattor hazilkash. Mening ismim Mehrizo, men qiziquvchiman. Aha, Mehrizo qiziquvchan. Sadr. Aha, barakalla Sadriddin. Mening ismim Malika, men odobliman. Barakalla Malika odob.